Paketlarga qara. Astomcha bugun sizlar bilan yana men Xushnudbek. Bu yerda men nima qilayotganimizni ham bilmayman. Sizlarga bir narsani reklama qilmoqchiman. Ha. Kutib turinglar hozir. Davay, ketdik. Hadi Astomchalar o'zimiz xohlagan fikrimizni nazarga olmadik. Buni bizga Xushnudbek xalaq berdi. Yo, tarvuzlar. Wow. Nima? Yaxshi. Juda ahamiyatli. Birinchidan tarvuz topdik. Bugun omadli kun bo'lishi mumkin. Mazaq tarvuz degan bo'ldi. Voh, shuncha tarvuz. Bugun tarvuzni kiritamiz. Nimasini aytasan? Tarvuzlarni ko'pligidan odam. Lekin anavi yog'oyi nima edi? Yog'oyi mushuk. Bu yo'q. 29 ta tarvuz. Edi, yetar yo'q. Suvga tushishni istamasdim. Suvga tushib hech nima. Tarvuzlar bizni kutib oylar. Endi biz qornimizni to'qlab olishimiz kerak. Hali chiqqanimiz. Davay, endi ketdik. Ozgina kutib turaylik. Tarvuzlar juda shirinmi deb o'ylayman. Senchi? Yo'q, hech. Ajdodlar biz yuzimizni o'zgartirmoqchimiz. Sanda bormi shu yerda? Yo'q, bitta Xushko'y. sizlar nimadir ko'rganmisizlar? Voyaga nimadir uchib o'tdi osmonda. Qush farqiga bormaysa qoldingmi? Ey, nimadir uchib o'tdi, lekin kattaroq emas edi. Sizlar ham ko'rgan bo'lsalaringiz. Mani qo'lim qani? Voy. Ey, qo'lim qolib qoldi. Ey, sen qo'ling cho'loq bo'lib qoldimi? Yo, qo'ling yo'qmi? Chindan ham. Ya, chindan ham. Tarvuz bor ekan. Ha? Nima deysan? Yo'q. Bog'onchilar ikki roboti. Kim ekan? Jonim jo'g'ib buni. Nima bo'ladi? Ha, o'ylarkan. Voy ketdi. Oxir o'ldi ekan. Muxlislar. Endi biz ozgina tarvuz yeydik. Nimaga ishlamay qoldi? Aziz muxlislar, nimagadir tarvuzimiz ishlamay qoldi. Yegulik qilmoqchi edik. Qornim tutib qo'ygan ekan, nima bo'lsa? Nima deyapti? Ketdik yurchi, bir hayvonlarga qaraylik. Yo'q. Hayvonlar nima qaraysan? Kechasi bo'lmasdan. Kechasi bo'lmasdan bu yerdan surish kerak. Sara bo'ldi boshida. Taroqlarni qarab ko'pligini. Просто пшай o'ldirchi. Bratishka. O'ldir. Kötü. Kötü kuş. Nima bu? O'ldirchi. Просто kutum qichiyapti desa ham bo'ladi. Nima? Ana yerda bitta uy ko'radi, o'sha uyni buzib ko'raman. Qani? Sham. Kutu qush hujum qilib ketdi menga. Qani? Shu. Nicho. Guruch. Kelib qolmasdan surdik. Kim? Egasi. Egasi kim? Hamishdan o'sib shuni. Ular chop bo'lmasa isir bo'lib ketadi ya. To'g'ri, sog'ayib ketadi. Isir bo'lmaydi, sog'ayib ketadi. Hammasi to'kilib tushdi. Sandirish hojati ham yo'q. Ana shu yerda o'lib ketdim. Ana shu yerda o'lib ketdim men.
Mana shu yerda o'ldim ekan. Yo'q, ana shakar. Bor ekan. Qayerda o'ldim? Yana bugun ham o'lishimiz omadli kun emas desangiz. Omadli kun. Omadsiz kun. Bo'lmaydi. Hech narsani hissetmayapti. Jonsiz qilishga yo'l qo'ymayapti. Ay, shu ortiqcha edi. Yaxshi. Juda yomon. Biz qutulib qolishimiz kerak. Lekin nimaga darrov kechasi tushyapti? Buni sendan so'rash kerak. Yura yur, qo'y top. Sarpshay o'ldi. Qishloqi. Qani. O'limcha qo'llabsiz edi. Uyyo. Rahmat. Chaqalyapti. Zombi. Birinchi zombini ham bo'ldi. Juda omadsiz kun ekan. Negadir. Ko'tarak. Xitoy. Abi ko'chim to'g'rasan. Aytgancha. Juda omadsiz kun ekan deb yozdi. Juda teleport qildi. O, bu yerda bizga qishloq topishga yordam berdi. Endi mana shu yerlarda portlatamiz. Xo'sh, menimcha o'zi konteynerlarni portlatib bo'ldik. Navbat mana bu mobdagi xayolimda buni portlatdim yoki bo'yiga boshqachamida? Ha, bu bitta mob paydo qilarkan. Rasvo. Bu mobchalaring eshlar banada yo'qyapti. Bu juda ham chiroyli edi. Shuning uchun ham menga yordam berdi. O'ttiz to'g'rak bo'lma. Ha, yigirishdik, yigirishdik. Meni teleport qildi. O, bu yerda bizga qishloq topishga yordam berdi. Endi mana shu yerlarda portlatamiz. Xo'sh, menimcha o'zi konteynerlarni portlatib bo'ldik. Navbat mana bu mobdagi xayolimda buni portlatdim yoki bo'yiga boshqachamida? Ha, bu bitta mob paydo qilarkan. Rasvo. Bu mobchalaring eshlar banada yo'qyapti. Bu juda ham chiroyli edi. Shuning uchun ham menga yordam berdi. Bu safar